aksincha. Ey qizlar, sizlar nima qalam sochlaringni oldirmadinglarmi? Men senga Stalin! Hey! Nega mushtlashapsizlar? Uyalmaysizlarmi? Ey, erkak boshingiz bilan. Erkak boshingiz bilan. Nega qizlarning oldida mushtlashapsizlar? kechirasiz. Jag'ingni yop, ey, iynangni kiritib olasan. Ey, kuching nima shunga yetdimi? Вообще-то, Ey, og'zingni yopasanmi yo'qmi? Ey, dahaningni yorib qo'yaman hozir. Ey! Sizlar nima ikkoving? Qiz talashyapsizlarmi uyalmay? Ey, to'nkalar. logikni o'ylasangiz, men nega qiz talashaman? Ey, basharingga seni. Bu gavdang bilan senga qiz qararmidi? Familiya! Maqsad. Seni ismingni so'raganim yo'q. Familiya! Sayqal Maqsad. O, nega menga klovnlik qilasan? Kapitan. Ey aka, sal u yoq bu yoqqa qarab, keyin normalga gapiring. Qo'y, o'rtoq kapitan. U yoq bu yoqqa deb ko'chma ma'noda aytdi shekilli. Konkretni bir joyga qarang. Nima bo'ladi endi?